Sizni hayotingizda ham shunaqa insonlar bormi? Sizni xursandchilik kuningizda, yaxshi kunlaringizda har doim sizni bir og'iz gapi bilan xafa qilib dilingizni ortib qo'yishadi. Masalan, to'y qilasiz, to'yingiz kuni sizni xafa qilishadi, nimadiring yaxshi chiqmabdi deb, yokida yangi uyga ko'chsangiz, yangi uyingizdan xato kamchiliklar topib, sizni ko'nglingizni g'ash qilib qo'yishadi. Bilasizlarmi, bunaqa insonlar alamzada insonlar deyiladi. Bu insonlarning ichida alami, nafratlari, g'azablari shunaqa ko'p bo'ladiki, shunaqa baxtsiz bo'ladiki, shuning uchun har safar sizga ichidagi narsani chiqarmoqchi bo'lishadi. Sizni xafa qilib, sizni dilingizni ortganda gap siz to'g'ringizda bo'lmaydi. Ular o'zini ichidagini chiqarishadi. Baxtsiz insonlar har doim boshqalarga shunaqa dilini ortish uchun baxtsizligini ulashishadi. Baxtli insonlar bo'lsa har doim hammaga xursandchilik ulashishadi. Shuning uchun sizni kimdir xafa qilib dilingizni ortganda, u insondan xafa bo'lmang. Aksincha, u insonga shunchaki rahmingiz kelsin.